Bismillahirrahmanirrahim. Sura Tur. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Wat-tur. Tur teg'i bilan qasamki. Va kitabim mastur. Ochiq qog'ozga yozilgan kitob. Fi raqqin manshur. Ya'ni Qur'on bilan qasamki. Wal baytil ma'mur. Baytul ma'mur bilan qasamki. Was-saqfil marfu'i. Osmon bilan qasamki. Wal bahril masjur. Qiyomat kuni o't bo'lib yondirilgan dengiz bilan qasamki. Inna azab robbika lawaqi'. Parvardigoringning azobi cho'qim yuz bergusidir. Ma lahu min dafi'. Uningga hech odam qarshi turolmaydi. Yawma tamuru as-samaa'u mawra. U kunda osmon qattiq tavraydi. Wa tasiru al-jibalu sayra. Tog'lar qattiq sayr qiladi. Ya'ni zaminning ustidan to'zib yo'qolib ketadi. Fawaylun yawma idhil lil mukaddibin. U kunda payg'ambarlarni inkor qilganlarga voy. Allazina hum fi khawdin yal'abun. Ular dunyoda g'aflatga cho'mganlardir. Yawma yud'una ila nari jahannam da'a. U kunda ular do'zaxga qattiq ishtiriladi. Hadihi an-naru allati kuntum biha tukaddibun. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir deyiladi. Afasihrun hada am antum la tubsirun. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayvatamsizlar? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Do'zaxga kiringlar. Azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar. Baribir sizlarga o'xshash. Chunki sizlar do'zaxda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyiladi. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Taqvodorlar haqiqatan jannatlarda va ne'mat ichida bo'ladi. Fakihina bima atahum robbuhum wa waqahum robbuhum azabal jahim. Ular Parvardigori bergan narsalar bilan huzurlanadi. Parvardigori ularni do'zax azobidan saqlaydi. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ularga qilgan amallaringlarning mukofoti uchun ko'ngillik yanglar va ichinglar deyiladi. Muttaki'ina ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ayn. Ular qator tizilgan taxtlar ustida yo'langan holda o'ltiradi. Shahlo ko'zlik hurlarni ularga jup qilib beramiz. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Özleri iman etqan avlodlarımı əgişib iman etqanlarının avlodlarini ular bilan tang darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kemaytib atmaymiz. Har odam o'zining qilmishiga mas'uldir.
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. Ular ko'riyotgan ne'matning ustiga yana ularni ko'ngli tortgan meva va ko'ngli tortgan go'sht bilan ta'minlaymiz. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. Ular jannatda o'z ara may qochilangan jamlarni tutishidi. May ichish bilan ulardan bu dunyodagidek behuda so'z va gunoh sodir bo'lmaydi. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. Goya sadafning ichidagi go'hardek chiroyli g'ilmonlar ularni oylanib yurib, ularning xizmatini qiladi. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Ular, ya'ni ahli jannat bir-biriga qarashib parang selishidi. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Ular aytdi: Biz haqiqatan dunyodagi chaqda oilamizda Allohning azobidan qo'rqatdik. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Allah bizga marhamat qildi. Bizni zaharlik azobdan saqladi. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Biz haqiqatan ilgari Allohga ibodat qilatdik. Allah haqiqatan ihson qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. Ey Muhammad, sen Qur'on bilan qavminga vaz nasihat qilgin. Sen Parvardigoringning ne'mati bilan kohinmu emassan va majnunmu emassan. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. Ular aytdi: U shoirdir. Biz uning zamonning hodislariga yo'liqishini kutamiz. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. Ey Muhammad, aytqinki, sizlar kutinglar. Haqiqatan men sizlar bilan birga kutguchilardanman. Ya'ni sizlar mening halok bo'lishimni kutsanglar, menmu sizlarning halok bo'lishinglarni kutaman. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. Ularning ahli ularni mushundaq so'z qilishga buyurumdi? Hargiz undaq emas. Ular kufrida haddidan oshgan qavmdir. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. Yoki ular Muhammad Qur'onni o'zi to'qidi deyishamdi. Undaq emas. Ular Qur'onga ishonmaydi. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Agar Muhammad uni to'qidi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, tuzilishda, go'zallikda, bayonda Qur'onga o'xshaydigan bir so'zni keltirib beqinglar. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Yoki ular yaratquchsiz yaratilganmi? Yoki ular o'zlari yaratquchimi? أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Yoki ular osmonlarni va zaminni yaratganmi? Balki ular Allohning birligiga ishonmaydi. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Ularning yanida Parvardigorining xazinalari bormi? Yoki ular shay'iylarni xohlagancha tasarruf qiladigan koinotni bo'ysundirg'uvchimi?
أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. Yoki ularning osmonga chiqib so'z tingshaydigan shotisi bormi? Agar bo'lsa, ularning so'z anglag'uvchisi ochiq bir paketini keltirsin. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ. Yoki Allah'ның qizlari, sizlarning o'g'illaringlar bormi? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Yoki sen ulardan da'vating uchun haq so'rab, shu ziyondan ularga eg'ir yuk ortilib kelib, iymon etmamdi. أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Yoki ularning yanida ilmi g'ayb bo'lib, uningdan g'ayb narsalarni yezib olamdi. أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ. Yoki ular sana hiyli mekir ishlatamdi. Kafirlarning hiyli mekirlari mag'lub bo'ladi. أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Yoki ularning Allah'tan boshqa ma'budi bormi? Ularning sherik keltirgan butlardan Allah pokdir. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. Agar ular osmonning bir parchasi tushib ketganligini ko'rsa, bu to'plashgan bulutdir deydi. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. Ularni halok qilinadigan kungacha tark etkin. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. U kunda ularning hiyli mekri hech narsaga asqatmaydi. Ularga yordammi qilinmaydi. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ular uningdan, ya'ni oxiratdagi azobdan burun dunyodami bir turlik azobga duchor bo'ladi. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. Parvardigoringning ularga bo'ladigan azobni ta'xir qilish hukmiga sabr qilgin. Sen haqiqatan bizning himoyamizdadirsan. Uyqudan turgan vaqtingda Parvardigoringga tasbih aytqin. Hamdi aytqin. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. Kechidimi, yulduzlar patqandan keyinmi, uningga tasbih ayt.